Men quvvatni boshqarish bilan ishlovchi mutaxassisman. Fikrlash tartibini kuchaytirishni, boshqarishni o'rgataman. Plus his qilishni boshqarishni o'rgataman. Masalan, odamlar his qiladi, tashqi olamdan bilgan narsasini gapiradi. Ya'ni hissing qanaqa desa, hissini tanimaydi. Nima u his bilmaydi odamlar. Nima his qilyapsan desa, gapiraveradi, faqat fikrini gapiradi. Hissini gapira olmaydi odam. Men ishim odamni hislarini tanitishga olib kelish. Mana bola tug'ildi-da, bola yiqilganda yig'lash mumkin emas bo'lgan, nimadir so'raganda xohlash mumkin emas bo'lgan. Har bitta hislarini tashqi olam sen boshqacha bo'l deydi. Masalan, og'irlik his qilsa yig'lama deydi, yig'lamoqchi bo'lsa yig'lama deydi. O'zingni yaxshi tut deydi. Erkak kishi bo'lsang, o'zingni, erkaklar yig'lamaydi masalan. Qiz bolalar ustini kir qilib qo'ysa, yomon qilsan sen, hozir ustingni kir qilding, noto'g'ri bu deydi. O'ynayman desa, yo'q o'ynamaysan, hozir esli bo'lib o'tirishing kerak. Kulmoqchi bo'lsa, yo'q kulma deydi. Natijada odam his emas, nimagadir moslashishni o'rganadi. Bo'ldi. Odam hissidan uzoqlashdi. Agar bola yoshligida zerikdim desa, nimaga zerikasan, sen men yerda o'tirishim kerak desa, ona masalan, bo'ldi. Bola hissidan shunaqa bo'lib uzilib boradi. Faraz qilaylik, bola zerikdi, ona tushunyapti hissini, nimaga ona tushunadi yoki qachon tushunadi ona uni hissini? Ona his qila olsa o'zi nimanidir tushunadi, что bola zerikyapti. Shunda bolasini his qila oladi ona. U bolaga aytadi, "Daki, tashqariga chiqaraman, sen jicha o'ynab kelasan" deydi. Ya'ni hissini tushunadi. Agar shunaqa bo'lib katta bo'lganda odam hissidan uzoqlashadi-da, qanaqa bo'lish kerak, qanaqa his qilish kerak, nima deyish kerak so'raganda shu robotizirованный bo'lib qoladi, robotga aylanib qoladi.